Vatan nedir? Vatan beşik, vatan kabur. Bu dünyaya kelmeği ham, bu dünyadan ketmeği ham vatandadır, vatandadır. Vatan nadur. Bu qo'shiq bilan reportajni boshlashim bejiz emas. Prezident bu izdihom bilan butun dushanbani birga o'tkazgani ham bejiz emas. Uning sababini biroz keyinroq aytaman. Ungacha esa bu izdihomga to'planganlarga qarab turib, mukofotlar farmonlarini adolat ro'yxati deyman. Egilgan u bukilmagan haqiqat ro'yxati. İnsanni biz gapiga qarab emas, qilayotgan ishiga qarab baho berishimiz kerak insonga. Bu qo'lni ko'kragiga urib yurganlar ko'p. Gapni chiroyli qilib gapiradiganlar. Lekin jim mehnatini qilib yurgan insonlar bor. Prezidentimizni biz hech narsa ishlab chiqarmaymiz. Bizim shu mehnatimizni ijodiy jarayon. Bizni shunchalik ko'klarga ko'tarib, davlat yuqori unvonlarini, ordenlarini beribdilar. Bu katta gap. Bu katta gap. O'shanga yarasha biz ham qaytarishimiz kerak. Bu haqiqatni zafar quchishi. Bu yoshimga kelib menda artist degan nom bo'lmaganda hurmatli prezidentimiz e'tiroflari bilan menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist emas, birdaniga O'zbekiston xalq artisti deb unvon berishi men uchun juda katta sharaf. Bu bilan birga men inson qadrini ulug'lanayotganini o'z boshimdan kechirdim va his qilyapman. Xalq ko'nglidan joy olyapmizmi, demak shu narsani o'zi katta gap. Masalan, xalqning o'zini hurmati, e'tibori katta gap, lekin e'tirof etilishi davlat taraflama bu boshqa lazzat, boshqa bir ruhiyat. Bilasizmi, davlatimiz rahbarini shunday katta bir missiyasi borki, shunday katta tarix sahnasida katta bir mamlakatni boshqarish bu juda katta vazifa, vaqtga sig'maydida bunday katta ishlar. Lekin mana shulardan ortib har bir insonni ko'rib turgandek, kuzatib turgandek, qalbiga nazar solib turgandek bo'ladi. Shundan hayratlanaman-da. Davlat rahbari bu yurt kishilarining ko'nglidan va boshidan nimalar o'tganini yaxshi biladi va u chinakam adolat inson qadrini joyiga qo'yishdan boshlanadi deb hisoblaydi. Mehnatingni qadrlasa, adolat bo'lsa, juda ko'p narsaga qodir. Qanot qo'shiladi, kuch qo'shiladi. Odamga kuch berayotgan masalaga biz har safar shoshilib turishimiz kerak. Ayniqsa madaniyat xodimlari, shoirlar, yozuvchilar, kino aktyorlari hammalariga ilhom kerak. Shu ilhom qanday bo'lishini sizlardan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Mana shuning uchun muloqotimizni ilhom berish kuni desak to'g'ri bo'ladi. Nega men madaniyat vakillarini vatan mavzusiga bog'lashga urinaman? Chunki bu odamlar vatan haqida tez-tez gapiradigan va asli eng ko'p gapirishi kerak bo'lgan odamlar. Uning kechmishini, bosib o'tgan yo'lini, hasrati-yu havasini, orzusi-yu armonini so'zida, sozida, sahnasida, asarida, kinosida, raqsida, kitobida kuylay oladigan va millionlarga yetkaza biladiganlar ular. Qalblaringda ulug' bir niyat borki, jonajon vatanimizga xizmat qilish. Mana shu 10 yil ichida bormagan davlat, gaplashmagan rahbarlar qolmadi. Har bittasi bizni ko'p millatli xalqimiz nimaga qodir ekanligini tanasida sezyapti. Eng katta muvaffaqiyatni tagida zamin, yurtda tinchlik, osoyishtalik. Ana shuni hech qachon unutmasimiz kerak. Ikkinchidan, qanday buyuk bizning madaniyatimiz, ma'rifatimiz borligini ham aytib turishimiz kerak-da. Sizlarga aytmasam kimga aytaman deb so'zini davom ettiradi davlat rahbari. Mamlakatni qashshoqlik va yopiqlik botqog'idan chiqarish uchun qilingan dastlabki qadamlarni eslaydi. Konvertatsiya muammolari, paxta dalalarda sob bo'lgan umrlar, ta'lim, madaniyat va san'at, sport boshqaruvidagi illatlarni va bularga chek qo'yishda boshdan kechirgan va kechirayotgan tarixini-da ochiq-oydin aytadi. Qo'limiz uzun bo'ldi endi. Men birinchi qo'l qo'ygan farmonim 27 yil davomida konvertatsiya yo'q edi. Sizlarga aytmasam kimga aytaman? Mana 100 yil paxta qashshoqligi bor edi. Mana yoshi ulug' odamlarda eng yaxshi davri qayerda o'tgan? Paxta dalasida o'tgan. 27 yil mustaqillik davrida bir siyosiy iroda qilib shuni to'xtatsa bo'lardi-ku, lekin hech kim o'ziga jazm qilmagan. Men birinchi qo'l qo'yganimda moliya vazirimiz menga savol berdi. Janob prezident, bu pul dedi
endi davlat byudjetiga tushmaydi-ku. Klaster qilyapsiz. Bu tajribangiz odamlarga nima olib keladi? Byudjet qaram bo'ladi dedi. Men aytdim, agar xalqimni qashshoqligidan chiqarmasa, menga bundaqa paxta kerak emas dedim. O'sha qo'l qo'ygan kunimda 8 million terimchi paxta dalasiga chiqmadi. Mana yoshimdagilar biladi, paxtaga borib, chirib yo'qolib ketgan, o'lib ketganlar qancha edi. Ya'ni aytmayapman, mayli qiylanganlar tirik qolganlar. Qanchasi o'lib ketdi, esingizda bo'lsa agar. Biz ham odammiz, esdan chiqib qoladi bu narsani. Eslatib turadigan san'atkor. Ha, Yulduz Usmonova aytganidek san'atkorning ta'sir doirasi keng. Ular odamlarni vatan uchun yaxshi va katta ishlar qilishga, tinch o'tgan har kunni qadrlashga, kecha va bugunni taqqoslashga unday oladi. Ehtimol yaratgan iste'dodni shuning uchun ham ularga qarz qilib berar. Taqdirlashda so'zga chiqqanlar ham buni ko'p takrorlashdi. Albatta, yurtni iqtisodiyot ko'taradi. Qonun boshqaradi, armiya himoya qiladi, ammo millat ruhini ko'taradigan madaniyat va san'atning bugungi muammolariga befarq bo'lish ham mumkin emas. Shoir va yozuvchilar, aktyor, dramaturg va rejissyorlar, qo'shiqchi, sozanda va kompozitorlar, raqqos, rassom, haykaltarosh va hunarmandlar, san'atshunoslar mukofotlar shukuhida mas'uliyat muloqotiga hozirlik ko'rishyapti. Bugun ilhom berish kuni deb aytdilar, lekin bugun mana bunaqa to'rtburchak davrada hammani teng ko'rib yig'ilishda bitta ishora ko'raman, ya'ni qani muammolaringlar, dardlaringlar, takliflaringlar bo'lsa aytinglar. Katta kutilma borda, sizni kutilmangiz qanaqa? Agar Erkin aka, sizda qanday taklif bor desalar, nima tayyorlab kelgansiz? Men o'zim ko'nglimda tugib turganim, balki so'zga ham chiqarman men. Men shu kitobxonlik, kitobda haqiqiy egasiga yetyaptim, yo'qmi? Shular haqida gapirish niyatim bor. Voy, men taklif qilsalar agar shu yanada dramaturgiyamizni boyitaylik, yaxshi asarlar bo'lsin, dramaturglarimiz bo'sh yurishmasin, bizga teatrimizga, umuman hamma teatrlarga shunaqa bir asarlar yozib kelishsinchi, yozib kelishsinki, hali zamonamiz qahramonlarini yarataylik sahnada. Ayni kuchga to'lgan paytimiz, yoshlar mana. Voy, yurtimizda qancha qahramonlar bor, har xil sohani qahramonlari. Ana shu qahramonlarni obrazlarini, rollarini o'ynasak deb niyat qilib taklif qilgan bo'lardim. Professional jamoa rahbari sifatida men aytgan bo'lardim. O'sha kadrlar tayyorlash tizimida balki o'sha mana muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlarining tashabbusi dual ta'lim tizimi, boshqa iqtisodiyotni ayrim jabhalarida bu narsa qo'llanilyapti. Mana shu modelni ijod oliy ta'lim muassasalarida, ijodiy tashkilotlarda ham qo'llasa bo'lardi degan bir fikrni bildirmoqchiman. Agar Mavruda kelsa, shuni albatta aytib o'taman. Hammamizni quvontiradigan narsa mamlakatimizda madaniyat va san'atdan tashqari ham qancha sohalarda qilinadigan ishlar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan muammo masalalar ko'p. Lekin bizni madaniyat va san'at sohamiz bab-baravar shu sohalarning yonida turib, unga davlat rahbarini o'zlarini shunaqa berayotgan, qilayotgan e'tiborlari juda katta narsa. Hammamiz o'zimizni sohamizda qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Mehri Bekjonova aytgan dramaturgiya masalasi, Kamoliddin O'rinboyev taklif qilmoqchi bo'lgan dual ta'lim, Erkin A'zam aytmoqchi bo'lgan hududlarga kitoblarni yetkazish tizimiga doir muammo, rejissyor va ssenarist Suhrob va Dilshodlarning yoshlarga imkoniyatlar kabi takliflarning hammasiga yoki davlat rahbarining ma'ruzasidan javob chiqdi, yo muloqot chog'ida yechim topildi. Uchrashuv sohaning yaqin 10 yillik taqdirini belgilab beruvchi islohotlar muhokamasiga aylandi. Teatr, kino, raqs, maqom va tasviriy san'at kabi 21 ta yo'nalish bo'yicha ijodiy birlashmalar tashkil etiladigan bo'ldi. Birlashmalarga ustoz san'atkorlar bilan bir qatorda vazirlar va yirik kompaniya rahbarlari ham rais etib belgilandi. Bu degani san'atga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya va moddiy ko'mak kirib keladi. Bu birlashmalar hududlardan iste'dodlarni izlab topadi, tanlovlar orqali qo'llab-quvvatlaydi. Yosh iste'dodlar, ularning ustozlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1-sentyabrdan boshlab respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ularning ustoz va murabbiylarning oylik maoshiga 100% ustma beriladi. El yurti umidi jamg'armasi har yili 100 nafar yoshlarimizni davlat hisobidan xorijiy madaniyat, san'at dargohlarida ta'lim olishini yo'lga qo'yadi. Yurtimizdagi yosh iste'dodlarni aniqlab, yuzaga chiqaradigan prodyuserlarni qo'llab-quvvatlaydigan biznes loyihalarini ko'paytirish maqsadida ijodga investitsiya degan
jamg'arma tashkil etiladi. Har yili kamida 200 milliard so'm beriladi. Musiqada kamida 10 ta asar yaratgan, xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan yoki xalqaro tanlovda g'olib chiqqanlar, adabiyotda asari 50 mingdan ziyod nusxada chop etilgan, teatr va kinoga kirgan, she'ri hit qo'shiqqa aylangan ijodkorlarga yil davomida har oyda 5 million so'mdan gonorar beriladigan bo'ldi. Yana O'zbekiston bo'ylab samolyot, poyezd, jamoat transportidan bepul foydalanishadi. Ixtisoslashgan tibbiyot markazlarida davolanish xarajatini byudjet to'laydi. Ularning mahorat maktabi va ijod uylari tashkil etiladi. Bu imtiyozlar har yili yangilanadi. Ijodkor ijodini to'xtatmasa bas. Davlat rahbari yana bir yangilikni aytganda o'rnidan turmagan va olqishlamagan qolmadi. Endi har yili 1000 nafar shoir, yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari, muzey xodimi, rassomlarga uy-joy olish uchun ipoteka krediti dastlabki to'lovlarini 50% qoplab beriladi. Ijodiy tashkilotlar, madaniyat va san'at muassasalariga boshqa hududdan kelib ishlayotgan soha vakillari ham juda ko'p. Qo'chqorov, Nazarbekov 1-iyundan ularga uy-joy ijarasi uchun Toshkent shahrida oyiga 2,5 million so'mgacha, viloyatlarda 1,600,000 so'mgacha xarajatini byudjetdan qoplab berish yo'lga qo'yilgan qaror tayinlasin. Har yili 50 ta delik adabiy asarga davlat buyurtmasini delik joriy qilish. Bu degani uni moliyaviy asoslari hammasi ta'minlanadi. Yoki har yili 10 ta o'zbek adabiyotini eng sara namunalarini xorijiy mamlakatlarda chop qilib ana shu joylarda targ'ibotlarini o'tkazish. Undan tashqari mana qog'oz bilan bog'liq, nashriyot bilan bog'liq, qalam kitob savdosi bilan bog'liq, qalam haqi bilan bog'liq, ijodkorlarning uy-joylari bilan bog'liq, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashdan tortib, bilasizmi, har bir qadamda sohalarning rivojiga qaratilgan bir martalik munosabat emas-da bu. Bu tizimli munosabatlar, bu istiqbolli munosabatlar. Prezident kino haqida ham so'zladi. Tomoshabin kinodan voz kechmaganini, faqat uning didi va dunyoqarashi o'zgarganini aytdi. Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Kellar qo'zg'oloni kabi spektakllarni, Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasini esladi. Hatto mustabid tuzum davrida ham butun bir xalqni uyg'otgan edi bu qasida. Ba'zan bizda milliy ruh yetishmaganday bo'layapti. Sahna asarlari bor, lekin kuchli ta'siri yo'q. Qo'shiqda ovoz bor, lekin xalqning o'tkir nafasi sezilmayapti. Kinoda harakat bor, lekin xalqning dardi, g'ururi ko'rinmayapti. Ba'zi asarlarda shakl bor, lekin katta g'oya yo'q. Eng xavfli narsa, ayrim yoshlar o'z milliy qahramonlardan ko'ra begona obrazlarga ko'proq ergashayapti. Ko'proq ishlash kerak bo'lgan yana bir yo'nalish bu mualliflik huquqi masalasi, dedi davlat rahbari. Bu soha vakillarining asosiy muammolaridan biri. Ijodni rag'batlantirish uchun avvalo mualliflik huquqi bo'lishi kerak. Agar bu mualliflik huquqi ta'minlanmaydigan bo'lsa, ijodkorlarning ijodga bo'lgan ishtiyoqi so'ngadi. Shuning uchun odamlarning o'zini ham tayyorgarligi kerak, chunki ko'pchilik buni ma'qullamaydi. Masalan, nega ekan? Oddiy holat deb qarashadi, lekin buning uchun ko'proq ishlashimiz kerak. Yoshlardan boshlashimiz kerak. Oddiy plagiat deydi, o'sha plagiatdan boshlanadi. Shuning uchun ko'proq ishlab joyiga keltirishimiz kerak. Oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Avvalroq soliq bilan bog'liq yangiliklar chiqqanda san'atkorlar bunga turli xil reaksiya qilishgandi. Davlatimiz rahbari bu masalaga yakkash holatda emas, tizimli javob berdi. Bundan buyon konsert, tomosha tashkil qiluvchilar, xususiy teatrlar, kinematografiya, bolalar kontenti bilan shug'ullanuvchilar qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i, aylanma soliq, yer solig'i, mulk solig'i va daromad solig'idan to'liq ozod qilinadi. Madaniyat va san'at yo'nalishidagi xususiy ta'lim tashkilotlari ham xuddi shuningdek. Ya'ni xususiy musiqa maktabi ochsangiz, soliq to'lamaysiz. Bolalar uchun kontent yaratsangiz ham soliq yo'q. Teatr studiya tuzsangiz ham soliq yo'q. Tadbirkorlar va yirik kompaniyalar madaniyat va san'atga homiylik mablag'larini yo'naltirsalar ham soliqqa tortilmaydilar. Ya'ni davlat biznesga aytyapti: san'atga pul bering, bu sizga ham foydali. Xorijiy kinokompaniyalarga ham alohida imtiyoz bor. O'zbekiston hududida kino mahsulot yaratish bilan bog'liq barcha faoliyati soliqlardan ozod qilinadi. Bu bir tomondan xorijiy investitsiya, ikkinchi tomondan o'zbek aktyori, operator, dekorator, montajchilarga ish va tajriba. Mana bitta misol. Namanganda boshlangan Gullar festivaliga hozircha 1,5 million nafar sayyoh tashrif buyurdi. Ushbu tadbir Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Kimdir tasavvur qilarmidi buni?
hamma imkoniyatlar bor. Ya'ni bizda talantlar ham bor, ya'ni kreativ o'sha prodyuserlar ham, tadbirkorlar ham bor. Davlat tomonidan yana podдержка ham qo'shildi. Ya'ni o'sha qo'shimcha soliq imtiyozlarini berib e'lon qildilar. Men o'ylaymanki, bundan keyin faqat turib hammamiz dalshi ishlashimiz kerak. Muloqotning muhokama qismida prezidentimiz bag'ri kenglik qildi. Erkin A'zam va Usmon Azimning kitoblarni hududlargacha tizimli savdosini tashkil qilish va ijodkorlarga gonorar to'lash bo'yicha taklifini, Hilol Nasimovning to'xtab qolgan kartinasini moliyalashtirishni davom ettirish iltimosini, Nasiba Abdullayevaning hududlarga gastrollarni davlat tomonidan tashkillashtirish taklifini va yana ko'plab muammolarni o'rganib chiqdi. Aksariyatini joyida hal qildi. Man ijodni izlab yuribman o'zi. Bugungi sizlar bilan mana qiynalib shuncha masalalarda aytganim nima uchun? Sharoit yaratish bo'yicha uchrashib o'tiribman. Sharoit sizlarga yengillik, erkinlik, ijodga imkoniyat, ijodga mablag' berish bo'yicha takliflarda eshityapman. Prezident bilan men har kuni muloqot qila olmaymiz. Lekin bu fikrlarimizni albatta boshqa nimalar orqali uzatib boramiz. Mana sizga ekran. Rahmat. Davlat rahbari ko'radilar, albatta. Ayting. Albatta. Qilib bo'lsa ham eng birinchi masala. Ikkita taklifim bor edi, men pedagog sifatida. Mana bizning institut 4-5 marta nomini o'zgartirgan. Men shu institutda 50 yildan beri dars beraman. Juda uzoq yillardan beri. Ilgari boshqacha sistema edi, tizim edi. Undan keyin boshqacha tizim bo'ldi. Tag'in boshqacha tizim bo'ldi. Hammasi o'zgardi. Oxiri pravarga kelib, bizning institut ancha qiyinchiliklarga uchrab qoldi. Nima masalasida? Misol uchun, o'sha abituriyentni institutga qabul qilayotganda ilgari jyuri ishlardi. Tanlov bo'lardi. Sen mana bu yoqqa bor, sen mana bu yoqqa kel, sen bugun kira olmas ekansan degan takliflar bo'lardi. Lekin hozir shu jyuri olib tashalgan. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Bakalavriat 4 yil o'qiydi. 4 yildan keyin diplom himoya qilib, diplomini olib chiqib ketadi. Lekin 4 yilda rassom hosil bo'lmaydi. Rassomni o'qitish uchun ko'p yillik kerak. Mana ilgari sistemada 6 yil o'qirdik. Magistraturaga kirish uchun ularga tag'in qaytadan ekzamen topshirish kerak, IELTS degani bor va hokazo. Qarangki, odam ovora, qog'oz ovora, davlatning puli ovora, o'qituvchi ovora. Imtihon o'tkazish kerak. Eng asosiysi yoshlar ovorada. Soat 12:21 da boshlangan ushbu muhokama soat 4:08 da yakuniga yetmoqda. Hammamiz sevgan, xalqimiz e'zozida bo'lgan Salohiddin Azizboyev kuylamoqda. Davlatimiz rahbari, madaniyat va san'at vakillarini har birini oldiga borib, eshitilmagan yana yangi takliflarni eshitishga vaqt ajratyapti. Hech qaysi tadbirda ham konsert, ham majlis, ham muammolar, takliflar aytilmagan, hammasi mix ko'rinishda. Tadbir yakunida bir-biridan fikri ham, takliflari ham, muammolari ham har xil bo'lgan san'atkorlar birlashib O'zbekiston haqida kulyapti. Mana shu kuch, mana shu qudrat. Ya'ni biz shu vatanni yaxshilash yo'lida turli haqiqatlar bilan bahslashishimiz mumkin. Ammo sohamizda xuddi shu qo'shiqdek jo'ravoz bo'la olsak, xilma-xil fikrli, maqsadi yakdil bitta jamoaga aylansak bas, O'zbekistonning yechib bo'lmas muammosi qolmaydi menimcha.